Bo'ldi qiyin, hammasi tugadi, bo'ldi. Oldin umuman bunaqa emasdingiz. Sizni tushunmayapman. Oldin unaqa emas turman, hozir shunaqa bo'ldimi? Nima xohlaysan? Hammasi yaxshi bo'lishini xohlayman. Mayli, yaxshi qolinglar. Bitta gapga olib sho'rgansan. Avval boshqacha edingiz, hozir unaqa emassiz. Nima xohlayapsan? Xo'p, nima sababdan o'zgarganingizni tushuntiring. Bo'ldi, boshqa narsa xohlamayman. Bilishi shart emas. Tinchlikmi? Tinchlik, o'zimiz. Ha, tinchlik. Epizod yuzasidan. Aniq epizod yuzasidanmi? Ha, o'zimiz hal qilamiz. Ha, mayli. Yaxshi qolinglar. Voy, ketyapsizmi? Ha? Voy, meni ham olib keta olasizmi? Ha, mayli, yuring. Nimaga hozir baqiryapsan? Hozir odam deb so'radi, tinchlikmi deb. Yoqmayaptimi? Bo'l, ket, gaplash rejissyor bilan javobing bersin. Bo'ldi, o'zim boshqa qiz bilan ishlayman. Ishlay olmaysiz boshqa. Ishlayman, nima ishlay olmayman? Siz epizoddasiz, men geroinyaman bu yerda, tushunasizmi? Bo'lmasa men ketaman. Keting. Shuni xohlaysanmi? Keting, turing. Fazilaxon, Labe. sizga mazada. Nega? Badavlat eringiz bor, oilangiz bor, bolalaringiz. Ishingiz ham zo'r ketyapti. Voy opajon, siz ham oilangiz, farzandlaringiz, qizlaringiz bo'lsa